Dasturimiz davom etadi. Poytaxtimizdagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi tomonidan ma'rifatparvar adib va jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligiga bag'ishlangan ilmiy-amaliy anjuman tashkil etildi. Tafsilotlar galdagi lavhamizda. Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida tashkil etilgan Mahmudxo'ja Behbudiy hayoti va ijodiy faoliyati mavzusidagi ilmiy-amaliy anjumanda Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi xizmatchi va kursantlari, turli oliy o'quv yurt talabalari, tarixchi olimlar ishtirok etishdi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad kursantlar va harbiy xizmatchilarning ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, Behbudiy merosini chuqur o'rganish va targ'ib etishdan iborat. So'z olganlar Mahmudxo'ja Behbudiyning jadidchilik harakatidagi o'rni, ma'rifatparvarlik yo'li va asarlari haqida to'xtalib o'tishdi. Shuningdek, muzey va Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Yakunda qatnashchilar muzey ekspozitsiyasi bilan tanishib, tarixiy eksponatlar haqida qiziqarli ma'lumotlar olishdi.